Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, agar sening suhbatlashingning sen yoqtirmaydigan biror ishini bayqasang yoki uningdan biror nashoyon so'z chiqib ketgan bo'lsa, uning bilan munosabatni uzib, do'stlikni buzib etmagin. Uning xato ketgan so'zini tuzatgin. Nashoyon ishlarini yop, do'stlikni saqlab qol. Uning qilgan ishlarini qilma. Ta'sirga uchirg'ichi emas, ta'sirga uchratqichi bo'l. Ko'p uxlagan odam umriga barakat topolmaydi. Ko'p yegan odam ibodatning lazzatini topolmaydi. Qo'g'ilganlarning hammasi turavermaydi. Qochqanlarning hammasi qutulib qilavermaydi. Do'st saqlash, pul saqlashdan yaxshidir. Pulning birini birining o'rniga ishlatkili bo'ladi. Do'stning birini birining o'rniga dastakili bo'lmaydi.